quyoshdan yaxshi saqlanmaydigan qizlarimiz albatta qorayadi va buni uy sharoitida oqartirish maskasini hozirlarga ko'rsataman. Bu maskani siz badanlaringizga va yuz sohalaringizga bemalol haftada bir marta qilsangiz bo'ladi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi hammaning uyida topiladigan limon, chayniy soda va zubnoy pasta. Yarimta limonni ustiga chayniy sodani sepasiz va zubnoy pastani shunaqa tartibda butun badanlaringiz va bemalol yuzlaringizga daji intim zonalarga ham qilsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r oqartirish beradi. Shu tarzda butun tanalaringizga va yuzlaringizga qilib bo'lganingizdan keyin o'rtacha 20-30 daqiqa turadi va iliq suvda yuvib tashlaysiz. Mana bemalol natijasini ko'rsanglar bo'ladi. Bu maska qilindi, bunga qilinmadi. Bu videoni bahorda qorayishni xohlamagan o'rtog'larga jo'natib qo'ying.